Assalomu alaykum, hurmatli bugungi uchrashuv qatnashchilari. Mana bugun 23-dekabr hurmatli prezidentimizning 3 yil tajribasi asosida berilgan topshiriqlarga binoan mijozlar bilan uchrashuv davomida mijozlarda o'zlarini berilayotgan savollari, takliflari, ish jarayonidagi kelib chiqayotgan muammolari bo'yicha uchrashuvlar o'tkazish rejalashtirilgan. Bugungi uchrashuvda tadbirkorlarimiz, mijozlarimiz, yosh tadbirkorlar qatnashyapti. Kimda qanaqa taklif bo'lsa, muammo bo'lsa, kredit berilishida yoki kreditga ehtiyoj bo'lsa, batafsil gapirib, o'zlaringizni tanishtirib, hamma savollaringiz, murojaatlaringizni yozib olib, tez kunlarda ijobiy hal qilib berishimizga va'da beramiz. Kimda qanaqa murojaat bo'lsa, bemalol murojaatlaringizni aytib yozib olamiz. Hurmatli mijozlar, xodimlar. Kimda qanaqa murojaatlar bor? Katta rahmat. Men Og'daryo Bizdayeva Islom fermer xo'jaligi issiqxona rahbariman. O'zimni shu aylanma mablag'lar hisobidan ehtiyojimga yarasha 2 gektarga bodring ko'chatlariga ekishim uchun 300 million kredit so'rab bank rahbariyatiga chiqqandim. Mana shu